Bunday qilsa oyog'i shunaqa chiroyli, stroyli bo'ladi bolangiz. Tushundingizmi? Oson ekan. Shunday o'tirishni yo'q qilsanglar, pastdan mana shunday o'tirishini to'g'irlasanglar, mana shu pay tortmay bo'shab ketsa, oyoqlaring tekis bo'ladi. Unga operatsiya, gips kerak emas. Tushundingizmi? Borib keling. Молодец. Oyog'ingizni uchida yuring. Ha? Mana shunday yuring. Endi tovonda yurib boring. Tovon. Молодец. Mana qarang. Mana. Birinchi. Shunday yurishni o'rgatasiz. Tushundingizmi? Oyoqni uchida, tovonda yurishni o'rgatasiz. O'tirish chordan yurishni nima qilasiz? Xo'p, bolalarda oyog'idagi ko'p nuqsonlarni yo'qotgani qilinadigan mashqlar. Mana shunday qilsa svotlar paydo bo'ladi. Bunday qilsa oyoq tizzalari bir-biridan qochadi mana. Tushundingizmi? Oyoq tagida chuqurlashadi. Bunda yashillik yo'qda, chuqurchalar juda chiroyli. Koptoyni baylab berasiz mana. Tushundingizmi? Ha. 10 ta bitta tepadi, oyoqni yonida, uchida emas, yonida. 10 ta bunda tepadi. Tushundingizmi? Natijada oyog'imiz bunday bo'ladigan narsa bunday bo'lib to'g'irlanadi. Bunday qilsa oyog'i shunaqa chiroyli, stroyli bo'ladi bolangiz. Tushundingizmi? Oson ekan. Oson.